Rassom o'zining ichki dunyosini ifodalashga harakat qiladi. Hissiyotdan kelib chiqib ijod qiladi. Hissiyotiga bu men dunyoni mana shunaqa sezaman deganida. Endi u ishlar bilan meni ishim farqi, men hissiyotga berilmasdan bu yerda bir ilmiy yondoshib, qanaqadir manbalarga tayanib, ramziy ma'noda o'sha fikrlarni, o'sha falsafani rangli oynada ko'rsatib berishga harakat qilganman. O'zini yo'nalishi bo'yicha original bu ya. Lekin buni muxlisi bormi yo'qmi buni Xudo biladi. Vaqt ko'rsatadi. Vaqt buyuk hakam deydi. Rassom o'zining ichki dunyosini ifodalashga harakat qiladi. Hissiyotdan kelib chiqib ijod qiladi. Hissiyotiga bu men dunyoni mana shunaqa sezaman deganida. Endi u ishlar bilan meni ishim farqi, men hissiyotga berilmasdan bu yerda bir ilmiy yondoshib, qanaqadir manbalarga tayanib, ramziy ma'noda o'sha fikrlarni, o'sha falsafani rangli oynada ko'rsatib berishga harakat qilganman. O'zini yo'nalishi bo'yicha original bu ya. Lekin buni muxlisi bormi yo'qmi buni Xudo biladi. Vaqt ko'rsatadi. Vaqt buyuk hakam deydi.